Yaxshi avtomobil ishqibozlari tayyor bo'ling. Chunki Chevrolet byudjet segmentini larzaga soladigan yangi modelini taqdim qildi. Butunlay yangi 2026 Chevrolet Gentra. Agar siz Lacetti nomi bilan tanish bo'lsangiz, bu modelning ishonchli, arzon va haydash uchun yoqimli mashina ekanini bilasiz. Lekin bu safargi versiya bu butunlay boshqa daraja. Chevrolet biz yoqtirgan Lacettini olib, uni zamonaviy, texnologiyaga boy sedan qilib qayta yaratdi. Lekin katta savol shuki, 2026 Gentra biz kutgan byudjet qiroli bo'la oladimi yoki yana bir oddiy, unutiladigan arzon modelmi? Bugun shuni sinovdan o'tkazamiz. Keling, boshladik. Birinchi navbatda dizayn. Chevrolet 2026 Gentraga haqiqiy restyling berdi va u hanuzgidan ham jozibaliroq ko'rinadi. Bolt old panjara, agressiv LED faralar, bularning barchasi mashinaga o'z narxidan ancha yuqori turadigan premium qiyofa beradi. Korpus chiziqlari silliq va zamonaviy. Fastback uslubidagi tom esa uni byudjet sedan emas, balki sport ko'rinishidagi kupega o'xshatib qo'yadi. Allo disklar ham shunchaki dizayn uchun emas. Ular Gentraning sportana va dinamik obraziga qo'shimcha joziba beradi. Shaharda yurganda ham, dam olish kunlari sayohatga chiqqanda ham bu mashina ko'zlarni o'ziga qaratadi. Endi esa salon haqida gaplashamiz. Chunki Chevrolet bu yerda ham katta ish qilgan. 2026 Gentraning interyeri hozirgidan ham zamonaviyroq va texnologikroq bo'lib, qimmatbaho mashinalarga xos imkoniyatlarga ega. Eng birinchi ko'zga tashlanadigan narsa 8 dyumli sensor ekran. U yorqin, sezgir va Apple CarPlay hamda Android Auto bilan to'liq mos. Raqamli panel esa aniq, oddiy va barcha kerakli ma'lumotlarni ko'zingiz oldida ushlab turadi. Eng yaxshi tomoni, Chevrolet materiallar sifatida ham tejam qilmagan. Yumshoq plastiklar, premium tugatishlar, bularning barchasi mashinani o'z narxidan ancha yuqori bo'lib ko'rsatadi. Va keng 15,7 kub fut yukxonasi, xaridlar, chamadonlar yoki qisqa sayohatlar uchun juda qulay. Keling endi masalaning yuragiga, dvigatelga o'tamiz. 2026 Gentrada 1.5 L4 taktli dvigatel bor, u 107 ot kuchi va 107 lb-ft moment beradi. Ha, bilaman, siz o'ylabsiz, ko'p emas-ku. Lekin unutmang, bu dvigatel yumshoq, tejamkor va shahar uchun ideal. U 6 pog'onali avtomat uzatmalar qutisi bilan juftlangan bo'lib, tezlashish silliq, harakat esa juda tabiiy. Yoqirg'i sarfi ham zo'r. Shahar ichida 30 mpg, trassada 38 mpg. Lekin agar siz yanada kuchli dinamikani xohlasangiz, yuqori versiyada 1.4 litr turbo dvigatel ham bor. Endi esa haydash tajribasi haqida gaplashamiz. Bu mashina chaqqon, aniq boshqariladi va tor joylarda juda qulay. Rul yengil, parkovka esa juda oson. Suspenziya esa notekis yo'llarda va chuqurliklarda zarbalarni yaxshi yutadi. Eng zo'r tomoni, Chevrolet bu modelga bir qator zamonaviy xavfsizlik tizimlarini qo'shgan. Oldi to'qnashuv ogohlantirish, avtomatik favqulodda tormoz, yo'l polosi nazorati, orqa kamera va boshqalar. Va eng muhimi, 5 yulduzli xavfsizlik reytingi. Xo'sh, 2026 Chevrolet Gentra raqiblarga qarshi qanday turadi? Ochig'i, Hyundai Accent yoki Kia Rio yaxshi mashinalar, lekin Gentra ularda yo'q narsa taklif qiladi. Uslub, texnologiya va narx-harakatning mukammal balansi. Ko'rinish, imkoniyatlar va tejamkorlik barchasi bu segmentda uni ajralib turadigan qiladi. Chevroletning 3 yil 36 ming mil kafolati va 5 yil 60 ming mil dvigatel kafolati ishonchni yanada oshiradi. Agar siz arzon, zamonaviy va ishonchli sedan izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Gentra eng to'g'ri tanlov. Ishga-pishga qatnash, xarid qilish, sayohat qilish hammasi uchun mos. Va bir marta rulga o'tirganingizdan so'ng, nima uchun bu model ko'pchilikning e'tiborini tortayotganini darhol tushunasiz. Agar sizga Gentra yoqqan bo'lsa, videoni likelang. Yana ko'proq avtomobil tahlillari uchun kanalga obuna bo'ling va kommentda yozing. Yangi Gentra bilan birinchi bo'lib nima qilgan bo'lardingiz? Shahar bo'ylab sayrmi? Yo'l sayohatimi? Yoki yoqilg'i tejalishidan zavq olishmi? Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.